Islom Makhachev taxmin qilganimizda 77 kilogramga o'tadi va UFC'ni kamarini vakant holda qoldiryapti. Vakant degani bu kamarni nima deydi, egasiz qoldirish. Ya'ni men bo'ldi. Rossiya va O'zbekistonga pul yuborishni xohlaydiganlar uchun Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor ilovasida siz yaxshi kurslarda dollar yoki rublda unga pul yuborishingiz mumkin, yoki so'mda yubormoqchi bo'lsangiz, Uzkart yoki Humo kartga past foizlarda bemalol pul yuborishingiz mumkin bo'ladi. Yubor ilovasini siz App Store yoki Google Play dan skachat qilib olishingiz mumkin, yoki kommentariyaga, videoni kommentariyasiga o'tamiz va o'sha yerda silka orqali o'tib skachat qilib olasiz. Hammaga Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Boshqa joyga ketaman, mana bu kamar sizlarniki. Xohlagan odam ega chiqishi mumkin, o'rnimga kurashib degan ma'noda. Va endi Islom Makhachev uchun yangi marra, ya'ni 77 kilogramlik chempionligi va u tarix o'rnatish uchun bir qadam oldinga tashladi. Xo'p, endi uni natijasini ko'pchilik baland baholaydi, ya'ni 70 kilogramda hech kim hech qachon Islom Makhachevchalik kamarni ko'p himoya qilmagan. Tarixda hech kim hech qachon Islom Makhachevchalik ko'p kamarni o'zida saqlab qolmagan desa ham bo'ladi. Jang qilgan holatda demoqchiman. Va u endi ikkinchi chempionlikni, ketma-ket ikkinchi chempionlikka loyiq turibdi. Endi Islom Makhachevning o'rniga bu yerda Ilya Topuria kelyapti va uni jangi Charles Oliveira bilan deyarli aniq bo'lib turibdi. Adashmasam anonsi ham chiqdi o'sha. Va endi qarang, qiziq holat bo'ladi. Tasavvur qiling. Islom Makhachev 70 kilogramni kamarini qoldirib, yutqizmagan holatda double chempion, ya'ni ikki karra chempionlik uchun 77 kilogramni kamariga da'vogarlik qiladi. Va u yerda chempion bo'ladigan bo'lsa, double champ deyiladi. Ya'ni double champ bu ham 70 kilogramni chempionlik kamarini saqlab qolibdi o'zida. Va 77 kilogramni chempion. Ya'ni 70 kilogramni kamari unda bo'lmasa ham 70 kilogramda hech kim yutolmadi degan ma'no va 70 da ham 77 da ham chempion hisoblanadi. Bu yerda Ilya Topuria ham chiqib, agar mabodo Oliveirani katta ehtimol bilan nokaut bilan yoki birorta bir yo'li bilan yutadigan bo'lsa, bu yerda Ilya Topuria ham xuddi shu narsani qayd etgan bo'ladi. Ya'ni Ilya Topuria 16 kilogramda yutqizmasdan kamarni o'zida saqlab qolgan holatda 70 kilogramga o'tdi va u ham double champ hisoblanadi. 70 kilogramni kamarni oladigan bo'lsa, qachondir falak aylanib, endi bu ehtimol juda ham kam. Chunki Ilya Topurianing gabariti juda ham kichkina va 77 kilogram uchun juda ham kichkinalik qiladi. Islom Makhachev 77 ga o'tadigan bo'lsa juda ham kattarib ketadi, chunki u 70 kilogramdan kichkina jangchi emas va juda ham katta jangchi. Hattoki o'sha ko'rdik, Bilal Muhammaddan ham katta turibdi. U yerda nima deydi, agar Islom 77 chempioni bo'lib turadigan bo'lsa, Ilya Topuria 70 chempioni bo'lib turadigan bo'lsa va bir ikki marta kamarni himoya qila oladigan bo'lsa, ikkalasi ham qachondir ikkalasi uchrashib qoladigan bo'lsa, bu tarixdagi hech qachon hech kim qaytarilmagan natija bo'ladi. Ya'ni jang bo'ladi. Ikkita double champ, ikkita jangchi, ikkita vaznli chempioni, bunisi ham ikkita vaznli chempioni, bunisi ham ikkita vaznli chempioni. Jang qiladigan bo'lsa, juda ham katta hodisa bo'ladi. Bu tarixda hech qachon bunaqasi bo'lmagan va tarix jangi bo'ladi. Bu albatta endi bu bo'lish ehtimoli juda ham past darajada, chunki Islom Makhachev o'sha 34 ga 35 ga qarab ketdi va 2 yil, mana kamida hozir 77 kilogramni kamariga jang qilish uchun u kamida 6-7 oy tayyorlanadi. Badaniga go'sht yig'adi, nima deyiladi, kuch yig'adi va haqiqiy 77 kilogramni jangchisi bo'lib, janglarga chiqishi uchun 6-7 oy vaqt kerak bo'ladi. Har bitta janglarning orasida Islom Makhachevga kamida 6 oy, 5 oy vaqt kerak bo'lyapti va juda ham haqiqatan kech bo'lishni boshlayapti va uni yoshi ancha katta bo'lib qoladi. Va bu yerda Ilya Topuria ham yosh emas. Xullas ikkalasini ko'rishish, boyaga aytgan narsamiz juda ham kam. Lekin menimcha Ilya Topuria Oliveirani yuta olsa kerak. Nokaut bilan yuta olsa kerak. Yutganda ham nokaut bilan yuta olsa kerak. Va bu yerda Islom Makhachev Madalenaga qiyin bo'ladi. Madalena bilan jang qilish, chunki gabariti katta, kurashga bermaydi, kardiosi yaxshi. Hamma narsasi yaxshi darajada Madalenani va menimcha bu ajoyib jang bo'ladi. Islomga qiyin bo'ladi, lekin baribir Islom yutadi deb o'ylayman. Sizlarning fikrlaringizni kutib qolaman kommentariyalarda. Endi xudo xolisa davom ettiramiz. Keyingi videomiz albatta bu Jon Jones va Tom Aspinall jangi bo'lish ehtimoli haqida va albatta Makhachevdan keyin albatta endi Hamza Chimayev va Dricus du Plessis va albatta Derider va Whittaker jangi haqida bo'ladi. Kutyasizlar va layklar bosib, videomizni bangillatib rekka chiqib ketishini yordam berasizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat.